Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Biz O'zbekiston tumani Yaypan shahar Oqtepa jome masjididamiz. Qurbon hayiti munosabati bilan masjidlarimiz homiylari tarafidan qurbonlik qilinib, obodonlashtirish xodimlariga ehson tarqatilmoqda. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Alloh xizmatlaringni qabul qilsin. Sizlar jamiyatimizdagi eng yaxshi odamsizlar. Biz shunday deb bilamiz. Chunki qilayotgan ishingiz faqat savob, atrof-muhit tozaliklari, boshqa ishlar. Sizlar jamiyatimizdagi eng yaxshi odamsizlar. Qachonki sizlarni bir ko'ngillariga xursandchilik bilan degan ma'noda, xursand qilish yaxshilarning duolariga javob degan ma'noda shuni tashkillayapmiz inshaalloh. Umidimiz bor, shu ehson bilan birodarlarimizni xabarga duo qilasizlar, umidimiz bor. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Sizlarga bu xizmatlaringizda bu narsalarni o'lchab bo'lmaydi. Chunki qilayotgan ishlaringiz faqat savobda. Shuning uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh xizmatlaringizni qabul qilsin. Bolalaringga bosh qo'yinglar, rohatini ko'ringlar. Qalblaringizdagi qanaqa yaxshi niyat bo'lsa Alloh ziyodasidan bersin. Rahmat aytyapman.